Abdulla aka, ahil jamoaning yig'ilishi necha oyda bir bo'ladi? Ahil jamoaning yig'ilishi bir oyda bir marta. Har oyi birinchi dushanbasi yig'ilamiz, xudo xolasa. Buni grafik qilib qo'yilgan. Har oy Yig'ilishdan maqsad nima aka? yig'ilishdan maqsad hammani qorasida qanaqa o'zgarish bo'lyapti, seleksiyaning ishlarini, seleksiyaning natijasini ko'rib, kuzatib, kamchiligi bo'lsa etib o'tib, kamchilikni to'g'rilashga harakat qilish. Seleksiyani yaxshilash ekan-da. Seleksiyani naslni tozalash, yaxshilash. Hammani qorasida o'sha bir xil seleksiya ketish uchun harakat qilinadi. Misol uchun bittani qorasi yaxshi, bittani qorasi yomon bo'lmasligi uchun shu ahil jamoa deyildimi? Hammaning jamoasi bir xil yig'ilishda o'sha ko'rinib o'tib, jamoaning общий qo'yini ko'rilganda bir xil qo'y ko'rinishiga harakat qilaman. Hammaning har xil bo'lib qolmasligi uchun. Rahmat Odil aka, yig'ilishlaring juda zo'r. O'zim mana qarang, Instagram qorasida juda zo'r qo'yladi. Inshaalloh natijalar bu yilgi natijalari bilan kelgan natijalarda farq bor. Juda katta farq, xudo xolasa bu yilgi natijalar juda a'lo darajada, tushayotgan qo'zilar ham juda bir sifati darajasida juda yuqori sifatda tushyapti qo'zilar.